Bu Kia K8 emas, Kia K3 ning ruli ekan. Juda ham qulay moslangan. Qaranglar turishini. Kia K8 ham xuddi shunday rul bor. Ruli juda ham chiroyli. Ruli menga yoqdi. Narxiga ruli yarasha ekan. Narxi biroz qimmatroq, narxini oxirida aytaman. Mana bu bo'lsa Kia K3 ning kalti. Mana kalt. Kaltni ko'rishim mumkin, juda ham prikolniy kalt ekan. Bundan tashqari bu qo'shimcha kalti, ya'ni mashina qulflanib bo'lsa, mana shunda ochilishi mumkin. Yoki akkumulyator o'tirib bo'lsa. Haqiqiy pulti bo'lsa, mana Kia K3 ning pulti. Mana qaranglar. Mana bu yerda bossaling yonadi. Qaysi bir yonayapti? Tak mana. Mana yonyapti. Ko'ryapsizlar? Juda ham chiroyli ekan yonishi. Undan tashqari mana Kia K3 ning ichki tomoni, bu Kia K3 ning 3-pozitsiyasi bo'ladi. Avtomat, lyuki bor. Undan tashqari bu yerda yana qo'shimcha nimalardan klimat kontrol, undan tashqari besprovodniy zaryadniki bor 3-pozitsiyasida. Keyin sideniya obogreflari bor ekan. Peredachamiz klassik avtomat hisoblanadi. Nima sideniyalarimiz bo'lsa material ekan. Material keyin juda ham udobniy, spinkasi quchoqlab olar ekan mashina sizni. Bu yoqda darimiz bor. Ruchnikimiz elektronik emas, oddiy qo'lda tortiladigan ruchnik. Mana. Mashina yaxshi, men tormoz bosam, gazni bosyapman. Xo'p, mashinada orqa kamera bor, lekin 360 kamera yo'q. Orqa tomonda hozir ko'rsatishni ko'rsataman. Bu bo'lsa orqa kamerasi. 360 kamerasi yo'q. Keyin mashinaning oldida paktroniklari bor. Orqada va oldida paktronigi bilan joylashgan. Mashinaning birinchi pozitsiyasi mexanika, ikkinchi pozitsiyasi avtomat, uchinchisi avtomat, to'rtinchisi avtomat va beshinchisi GT Line. U ham avtomat bo'lar ekan, klassik avtomat. Mashina start stopi bu yoqda. Mashinaning rulini aytdim. Mashinaning ruldagi funksiyalariga kelsak, limit kontrol, cruise controlni ko'rmayapman. Cruise control ham bor. Cruise control, limit control yo'q ekan. Cruise control bor. O'ng tomonimizda bo'lsa multimediani boshqarish, chap tomonimizda bo'lsa stabilizatsiyani o'chirish, undan keyin set mana taqachiroq bor ekan, keyin faralarni tepa past qilish. Xo'p, endi mashinani oldiga keladigan bo'lsak, bu yoqda chirog'imiz bor. Ko'ryapsizlar, bu juda ham qo'shimcha narsa. Oynaning tepasidagi chiroq. Bu yaxshi. Yana bitta narsani test qilib ko'ramiz. Mashinani mana bunisi chiqadimi yo'qmi? Amerikanskiy mashinalarda mana bunday kazirogini bunday tortsangiz chiqadi. Ya'ni bu tomondan quyosh tushayotgan bo'lsa, bu to'sib qoladi. Lekin bunda hozir bunday emas ekan. Lekin yaxshi, Kia'ni ma'lum bir haligi yaxshi premium klassdagi sedanlarda mana shunday qilib cho'zsa bo'ladi. Lekin bunda cho'zib bo'lmas ekan. Xo'p, bundan tashqari bu yoqda lyukni ko'rishlar mumkin. Lyukimiz kichkina, panorama emas. Xo'p, bu yoqda ochki soladigan joyimiz yo'q. Ochki soladigan joy yo'q ekan. Bu yoqda bo'lsa mana luftli, ya'ni o'zi tortib oladigan nimamiz bor, qo'lda ushlagichimiz. Keyin mashinani bu tomonda klimat kontrolga o'tsak, klimat kontrol juda ham ajoyib ekan. Qaranglar, klimat kontrolda bir vaqtda o'zida ham multimediani ham klimat kontrolda boshqarsa bo'lar ekan. Uning uchun mana buni bosish kerak. Tak, hozir qaysi knopkani bosish kerak edi? Shunda shunday bo'ladi. Hozir men u knopkani topa olmayapman. Xo'sh. Bo'ldi, topdim. Knopkani topdim. Mana qaranglar. Yaqinroq ko'rsata olasizmi? Fazini yaqinroq ko'rsata olsangiz, mana qaranglar. Mana buni bossangiz, bu klimat kontrolni boshqaradi. Mana buni bossangiz, o'sha multimediani boshqaradi mana. Multimedia boshqa. Bu bo'lsa klimat kontrolni boshqaradi. Juda ham prikolniy knopka, ya'ni fishkasi ekan. Mashina juda ham yaxshi. Bu yoqda 12 vatlik nimamiz bor. 180 vattdan deb qo'yibdi. Beradimi yo'qmi bilmadim, aniq bilmish kerak. Keyin USB hamda Type-C porti bor ekan, zaryadlash uchun. Xo'p, nimamiz, bardachogimiz yaxshi. Bitta mana A4 sig'ar ekan. U yoqda deflektorlarimiz, 4 ta deflektorimiz bor orqada. Oldida, orqada bo'lsa ana 2 ta deflektorimiz bor. Orqada bo'lsa 2 ta deflektor bilan jihozlangan. Mashina yaxshi. Endi afishkalarni ko'rsatamiz. Obrel orqasini ham ko'rsataylik. Orqasi ham yaxshi, keng, bemalol bitta odam sig'adi. Orqa tomonda bitta minusi, podlokotnik yo'q ekan. Ya'ni Gentra bilan Trekkerda podlokotnik bor, bunda yo'q ekan podlokotniki. Mashinaning kengligi yaxshi, mana qaranglar, zo'r. Yana bitta minusi, bu yoqda cho'ntagi yo'q, lekin bu yoqda bor ekan. Shopir tomonda mana bu yoqda bor, bu yoqda bo'lsa cho'ntagi yo'q. Mashinani afishkasi juda ham yaxshi ishlangan. Bu tomonda bo'lsa plastik, qirilmaydigan plastik. Nima eshik ruchkalari bo'lsa alyumindan, mana bu yerda bo'lsa avtotikandan ishlangan ekan. Mashinani to'ril oynasida avto knopkasi yo'q, ya'ni avtomatik o'zi ko'tarmaydi, lekin shopir tomonda bor ekan xolos. Undan tashqari orqa tomondagi komfortlardan yana bittasi mana bunday chirog'i bor ekan. Bunday chiroq Gentrada ham bor. Buni endi qanchalik komfort deb hisoblaymiz bilmadim. Mashina puliga nisbatan biroz qimmatroq meni nazarimda, chunki men 7 million so'm oylik olsam, bunday mashinani olishim uchun rasxodlarimdan tashqari qaniydi bu mashina menga qimmatli qiladi. 219 million so'm mexanikasi, 239 million so'mdan avtomati boshlanadi. Bu mashina menga biroz qimmatli qiladi. Lekin mashina yaxshi, puliga arziydi. Endi orqa tomonlarini ham ko'rsatamiz, bagajni ko'rsatamiz. Xo'p, bagajni ko'rishlar mumkin. Mana bagajdan oldin birinchi monoqoshni ko'ringlar. Orqa tomoni juda ham chiroyli. Mana bu yerda monoqosh. Bu sizlarga nimani eslatyapti? Kommentda fikrlaring yozinglar. Men sizlarga bitta eslatma aytib o'taman.
Volvo'ning Polestar 2 degan mashinasi bor, Xitoy bilan birgalikda chiqargan elektromobil. Unda ham xuddi shunday monoqosh va mana shunday bo'ladi farasi. Farasi lekin bundan biroz kattaroqdir. Xuddi o'sha bilan chiroyli dizaynda bir xil farq qilib qo'yishibdi. Endi orqasini ochamiz. Bu bagajni ochilishi, bagaj mana ochildi. Bagajimizning hajmi hozircha men bilmayman aniq ma'lumotini, bitta so'rab olamiz qaysilardan. Undan tashqari bagajning pastida mana dakatka balon bor ekan, eslatib o'taman, bu shlipoyni diska emas, dakatka. Dakatkani bitta minus tomoni 70 km/soatdan osha olmaysiz dakatkani taqqaningizdan keyin. Dakatkalarni taqqaningizdan keyin. Lekin bagaj hajmi juda ham katta keng. Yana bir mashinani bitta katta minusi, men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Qaranglar. Misol uchun yomg'ir yog'yapti, mashinaning orqasida tez loy bo'ladi, kir bo'ladi. Men bagajni ochdim, qo'limda yuk bor, narsalar yukladim va bagajni yopmoqchiman. Qani bu yerda ushlaydigan yo'q. Men bagajda bo'lsa mana bu yerda ushlab turib, qo'limda loy qilib yopishim kerak. Mana shu minusi. Mana bu yerda ushlaydigan bo'lganda zo'r bo'ladi. Qarang, ushlaydigan narsasi yo'q. Mana bunday qo'limda yopishimga to'g'ri keladi. Qo'lim kirib bo'ldi. Mana shunday Kia Couch, mana shunday dizaynni. Endi oldini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, oldi tomonini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Oldini ko'rsatishingiz mumkin. Juda ham zo'r. K5 da biroz bidini berib qo'ydi, lekin mana bu yerda mana qoshlari tushgan. Eslatib o'tamiz, birinchi pozitsiyada bu hozir mana LED fara turibdi. Birinchi pozitsiyada galogen bo'ladi. Bunda keyin yon burilish chiroqlari ham bor. Yonga misol uchun rulni bursangiz, mana bu chiroq yoritib sizga yordam beradi. Bundan tashqari bu yerda tumankasi ham bor. Birinchi pozitsiyalarda tumanka bo'lmaydi. Mana bu yerda tumankasi bor. Tumankasi ham hozir ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yoqda bo'lsa, rulni o'ngga bursangiz, o'ng tomon yoritishga yordam beradi sizga. Kia Couchning ko'rinishi mana shunday obzorimiz. Narxini ham bu yoqda 219 ming so'mdan birinchi pozitsiyamiz boshlanadi. Mana 219 ming so'mdan birinchi pozitsiyamiz boshlanadi. 1.6 MPI motor bo'ladi. Motor GDI va MPI bo'ladi. Bu MPI motor ekan. GDI bu motorda turi. Kia'da GDI ishlatilmagan, faqat MPI ishlatilgan. 1.6 bu birinchi pozitsiyasi. 1.6 birinchi pozitsiyasi, 1.6 korobkalarga aytishim bo'yicha Brutor motor ham bor deyishadi, lekin Brutoring yo'q ekan. Balki mexanik korobkasi Brutor bo'ladi. Hali bu haqida aniq ma'lumotimiz yo'q. Mana ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'ying yoki kommentda o'z izohingizni yozib qoldiring. Bu mashina puliga arziydimi, yo'qmi?